Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaşım. Reis Xi Jinping Amerika ziyaretini ahırlaştırıp vataniga qaytqandan keyin Amerika Tayvan Davlat Mudofaa Sanoati yig'ini maydonga chiqdi. Mavzuli xabar Amerika ovozining Xitoy til programmasida 10-oyning 5-kuni e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping 6 günlük Amerika ziyareti jarayonida hammaga ma'lum Prezident Obama bilan Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping suhbat o'tkazgandan boshqa Reis Xi Jinping Birleşken Devletler Teşkilatı qurilganligining 70 yilligini xotirlash yig'iniga qatnashdi. Mutaxassislar Prezident Obama bilan Reis Xi Jinping suhbatining ma'nosidan qaraganda natijalar intayin mo'l. Endi ma ko'z qarash qaranga natijalar intayin mo'l deb hisoblashdi. Lekin Reis Xi Jinping Jungo qaytgandan keyin Amerika Jungo munosabatiga orqa-orqadan xiris kelishga boshladi. Avval Jungo Janubiy dengiz skadronining aeroplanlari 10-oyning 1-kuni jiddiy uchib havoga ko'tarilib, Janubiy dengiz sahasida harbiy manevr o'tkazdi. Haftaning oxiriga kelganda Amerika Tayvan Davlat Mudofaa Sanoati yig'ini Amerika Qo'shma Shtatlarining Virginia shtati King's Mill sarayida maydonga chiqdi. King's Mill sarayida maydonga chiqdi. Mutaxassislar mundaq qiyos qilishdi. Tayvanning suvosti parxod setib olishi bu yig'inning muhim muhokama mavzularining biridir. Shundaqla Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' setib berish masalasi kishilarning nazariga qaytadan hozir bo'ldi. Ikki davlat rahbarlari Washingtonda uchrashgandan keyin Amerika Jungo munosabati Kissinger aytgandek tarixning burilish nuqtasiga kelib qoldimi? İki devlet rəhbərləri Washingtonda uçraşqandan keyin Amerika Jungo münasibati Kissinger sabiq davlat ishlar katibi Kissinger aytgandek tarixning burilish nuqtasiga kelib qoldimi? Yoki Jungo-shunos mutaxassis Lampton aytgandek Amerika Jungo munosibati oxirgi nuqtaga kelib qoldimi?